qo'ying. Yormandi. Bilasiz qo'shni, 3 ta o'g'lim bor, qizim yo'q. O'shaning uchun uchchalasini ko'ngliga qaradim. Mana bitta kelinimni Tojikistonda oldim. Assalomu alaykum, bijonlaringiz ishlayapmi? Assalom. Ikkinchi kelinim Chechenka. Здравствуйте, мамуля. Здравствуйте, соседка. Uchinchi kelinim O'zbekona Maryam. Assalomu alaykum, onajon. Va alaykum assalom. Oling qo'shni. Ey jonim. Bo'ldi, stop. Mani qizlarim bo'lmagan. O'shaning uchun Sulaymanga kelinmas qiz bo'linglar. Men sizlarga ovqat qilib beraman. Sizga nima qilib bering jonim? Bijon kurtob. Kurtob. Sizgacha? Мамочка, я люблю шашлык. Shashlik. Кусковой. Mana ham sizgacha? Osh, osh. Osh. Bo'ldi. Dam olinglar, hammasini o'zim qilaman. Voy jonim. O'shalani ovadimi? Yo'q, jonim qizim, uxlashsin. Hali kelin bo'lganda voqli turishadi. Voy, hozir ham kelin-ku. Lekin men uchun qizimsizlar. O'shaning uchun sizlar boring, uxlang. Nima voqli turdingiz? Onda turasiz. Uxlang jonim qizim. Voy, yasal. Qizim, sizga nima qilib bering? Мне одну омлет скрэмбл с трюфельным маслом и чтобы бурата стоял. Sizgacha? Latte bilan С пенкой, да, и сердечками. Sizcha? Balay. Nimaga nega menga qizim bo'lishinglar barku? Kelin bo'linglar. Ha, asallarni. Siz o'sha menga omelet qilib bering italyanskiy. Ano, kofingizdan qilib bering. Sizchi uylarni yig'ishtiring, ha? Men o'ylaydim, kelinni olsam shu dam olaman. Unda o'ylab qarasam, o'g'illarim sizlardan yaxshi ovqat qilgan, sizlardan yaxshi yig'ishtirgan. Мамочка, ты же сам сказал.